jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklar ham juda ham ko'plab uchrab turibdi. Buni sabablari, uni davosi, belgilari nimalardan iborat? Bu kasallikning asosiy sababi, ya'ni mavzuni o'zidan ma'lum, jinsiy yo'llar bilan yuqadi. Ya'ni palapartis jinsiy aloqa yo'llari bilan yuqadigan kasallik. Buni keltirib chiqaruvchi bir qancha etiologik omillar, faktorlar mavjud. Ya'ni gonorey uretrit, chexamonadalik, limfoid uretritlar. Bu jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklarni aynan qaysi turligini aniqlash uchun albatta uretradan surtma olib, bu turdagi kasalliklar bilan og'rigan bemorlar bilan bizning klinikamizda yotib statsionar ravishda davolanish imkoniyatlari mavjud va har bir bemor bilan alohida individual tarzda davolash hamda diagnostik chora-tadbirlari olib boriladi. Keyinchalik davolash chora-tadbirlaridan keyin ham diagnostik maqsadda va bir qancha davolash maqsadida qilingan tekshiruvlardan keyin ham bemor to'laqonli davolanib ketgandan keyin albatta yana bir qator shu PCR testlardan o'tkaziladi. Ya'ni davo choralar ko'rilgandan keyin, kasallikdan to'laqonli davolangandan keyin bemorga kerakli tavsiyalar beriladi.